Bola kuyganda darhol oqib turgan suvga bolani kuygan joyini olib borib qo'yish kerak. Ya'ni bu suv qaynoq ham va o'ta muzdek ham bo'lishi kerak emas. Keyin esa sekin astalik bilan u kiyimni yechib olinadi. Darrov yechib olingan vaqtda qaynoq narsa to'kilgan bo'lsa, u terini birgalikda sug'urib olishi mumkin. Bu ham xato hisoblanadi. Bu holatda oqib turgan suvga badanni o'sha qismini olib borsangiz, sekin astalik bilan terini ko'chmasdan chiqishiga yordam bergan bo'lasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, albatta uyingizda pantenol vositasi bo'lsin. Pantenol bu kuyganda birinchi yordam ko'rsatish uchun ishlatiladigan dori hisoblanadi. Ma'lum bir kichkina idishchada bo'ladi. Bu kuygan joyiga sepiladi. Tarkibida lidokayni bor, og'riq qoldiradi hamda yengil kuygan holatida bolada shram qoldirmaslik, qizarishni oldini olish va kuyish darajasini 2-3-ga o'tishini oldini oladi. Uni darhol sepilsa, og'riq taqa-taq to'xtaydi va juda ham katta foydasi bor. Bu etaplarni qilib bo'lganingizdan so'ng albatta shifokor, xirurg ko'rigiga olib borish tavsiya etiladi.